Assalomu alaykum Hotxot setka kuzatuvchilari. Bugun 14-iyun. Yana bir mijozimizni mana prosetka setkalari o'z bergan o'lchamlarida buyurtmalar asosida tayyor bo'ldi. Ya'ni bu yerda 5 metrga 1 metr holatda hamda 3 metrga 1 metr holatda yaxlit holatda prosetka setkalar tayyor bo'lgan. Buni prosetka setkani listini qalinligi 4 mm hamda eni 1 metr, uzunligi 5 metr bo'lgan. Prosetka setkalarda o'zi aslida nimaga ishlatiladi? Zina poyalarga va ba'zi bir yo'laklarga mana 4 qalinligidagisi qo'yiladi. Ya'ni bu 1 kvadrat metrda, ya'ni atrofiy karkas qilingan holatda qonni chiqmasdan o'zini, ya'ni o'rinida o'zini holatida ushlab turadi. Buni boshqa dekorativ joylarga ham ishlatishadi. Shunday hamda ikkili stenkalilarda ham bor. Murojaat qiling, kimga qanaqa maqsadda kerak bo'lsa, biz bilan maslahatlashing. Xudo xolasa maslahatlarimizni berib, xizmatlarni tugal qilib berishga harakat qilamiz.